Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mana bugun Ramazonda oxirgi kechasi, Arafa kechasida Sahot majmuasida, Sahot mehmonxonasida chiroqlarni yoqib, ertaga hayit namozi o'qilishligini e'lon qilishyapti. Barcha yer yuzidagi musulmonlarga mana shu hayitni muborak qilsin Alloh taolo. Ertaga Ka'batullohda inshaalloh Ramazon hayiti o'qiladi. Bu yilgi xatmi Qur'onlar ham nihoyasiga kecha yetgan, xatmi Qur'onlar kecha bag'ishlangan. Hamma mo'min va musulmonlarni, jamiki yer yuzidagi mo'min va musulmonlarni mana shu ulug' kunlarda qilingan ibodatlarini qabul bo'lishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Tutgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilib, ijobat qilib, so'ragan barcha tilaklarimizni berishligini Allohdan so'rab qolamiz. Yanagi shu bugunlarga mana shu buyuk joylarda, ulkan ulug' maskanlarda yana Ramazon oyini o'tkazishligini barcha mo'min va musulmonlarga nasib qilsin. Hammaga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.